kunlarisi bahor fasli kelgandan so'ng akalar bo'g'oz sezon tugab, endi qo'shqa sezon boshlanyapti. Hozir qo'yni olib qurbonlargacha tayyorlasa bo'ladimi degan akalarimizga inshaalloh chiroyli qilib video qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun inshaalloh sizlar uchun hozirgi paytda qo'yni olib, ertaroq qo'yni olib qurbonlargacha tayyorlab olish iloji bormi degan akalarimizga inshaalloh video qilib chiqarib beramiz. Like bosib qo'yasizlar akalar. Bugun akalar biz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha Arzonchilar qishlog'i, Tepao'ron qishlog'ida o'sha Qirg'izistondan birinchi qo'ldan o'zlari kelib, kanalimizdan ko'p qo'ylar chiqarib, narxlardan arzon qo'y sotayotgan va bugun qo'ylarimizni chiroyli qilib obzor qilib beraman deb chaqirgan Shavjon akamizni qo'ralaridamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Sizlarga bir qo'chqar baqishni Abbos ukamiz so'raganlar, bir chiqaraylik aka deganlar. Sirlarini va yo'nalishlarni ko'rsatib, ukollarini ko'rsatib video qilib beramiz. Videoni oxiriga qo'yib, endi qo'y baqaman degan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Qo'chqarlarni yaqinda o'tdi. Bu eski partiyasini sotib, bu yerda turgan o'rnini, joylarini tozalab, yana yoniga mana 2 kun bo'ldi. Keyiniga 2 kun bo'ldi, tashlaganiga. Yangi partiya boshladik. Qurollikka xudo xolasa baqamiz buni. Inshaalloh akalar. Bugun sanamiz 25 mi, 26 mi? 25 kunlik 25-fevral akalar. 25-fevral. O'sha bahorga sekin chiqyapmiz. Buni qurollikkadir, yo'qsa urug'liqqa bitta ikkitasi bor. Junni hali oldirganimiz yo'q bu qo'ylar. Junni oldirsa bilinadi. Qirg'iziston Jallobosh shahrida o'zim borib olganman. Qirg'iziston Jallobosh shahrida yetgan. Bu yerda semizlari bor edi, sotdim hammasini. Dut qilib. Bular demak yangi qo'yilgan aka, yangi partiya. Yangi partiya. O'sha noldan akalar boqishni inshaalloh o'rgan olasiz, xudo xolasa. Qo'y bugun ko'rsatamiz. Bular mana hozir yem hashagini o'rgandi. Endi bugundan ukol qilish, vaksina qilamiz. Bugun hammasiga vaksina qilib, videodan ham chiqaramiz, xudo xolasa. Vaksina o'rgatib qo'yamiz endi. Inshaalloh. Ishlarni qarang, janavorlar. Endi bular men birinchi kelgandagi nimalar berdingiz endi qo'ydi? Bular birinchi kelganda 3 kun yo'lda yurib och keldi. Oshqozonga sirasi silos, haligi bo'lsa ko'p yeb botib haligi bo'lmasida quruq hashak bo'ladi. Bedaga somonda aralashtirib rabilkadan chiqarilgan edi. Birinchisiga. Ertaman kelgan bo'lsa kechib etga suvni berdik. 1-2 soat, 3 soat suv bermash kerak edi. O'zimiz ertadan ketin berdik suvni. Suvni ichgandan keyin sirasi silosga o'rgatishni boshladik. Biz nimaki asosiy yemimiz silos-da, yem hashagimiz silos bilan kepak makka. Arzon boqish usuli aka, xudo xolasa. Eng arzon usuli o'sha silos bilan quruq yedirish kerak, makka kepakni. Ta'sir kach cho'p o'tmaydi, makka kepak quruq yediramiz biz qo'ylarga. Pishirmaysiz? Yo'q, pishirsangiz vaqt yo'q bizda. Savdo bozor yoramiz. Bu qo'ylarni mana shu bozorga ketyapti, yetaman, yo'qsa bozordan kelib bir marta ko'rib qo'yamiz, bo'ldi. Yo'qsa uydagilar boqishadi buni. Asosan ayollar. Qo'y boqish aka qiyinchiligi yo'q. Yo'q, mana yemash ichida joyimizda 22 ta qo'yimiz bor. Bu yer hozir 22 tadan chekka qo'raga 5 ta, bu chekkaga 5 ta qamalgan, qolgan 4 tadan tushgan. Mana aka o'z qo'rani ichi unar katta keng bo'lmasa ham, qo'chqar asosan tor joyda turish kerak-da. Oyog'i og'rib qolmaydi. Oyog'i qachon og'riydi? Qo'ydi oyog'i kasallik kelishi zak bo'lsa, mana shu balchiq ichida yotsa, tagi bo'lsa, nam bo'lsa, bu bizning quyoshga 10 yeru. Bu joyda qo'ydi oyog'i og'rimaydi. Og'rimaydi. O'zi quruq turadi-da buni tagi. O'sha nima edi? Tor bo'lganda bir qarich bo'qib ketsa ham, bu qo'chqardi. Bitta ukoli bor. Bir pasda ukolni 2 kun qilasiz, uni qo'yib yuboradi. Oyoq og'rig'i. Mashayda nechta qo'chqar baqiladi-yu. Faqat qo'chqar bizda. Sog'liq baxmaysiz. Sog'liq olib kiramiz. Bega sog'liq olib kirsak, bu qo'rada sog'liq turmaydi. Yonida agar sog'liq tursa, buzib pachani chiqaradi qo'chqar. Qo'ralarni buzib yuboradi. Menda qayerda bo'lsa, xil qo'chqar bo'lsa, bular faqat yotadi. Yeydi yotadi. Qo'chqarga 2 mahal qaraladi. Ko'p qarasangiz ziyon. 2 mahal yetadi. To'ydirib yem hashagi beriladi, bo'ldi. Ertalab 1 mahal soat 7 da masalan hozir bomdoddan ketin 7 da chiqib qarasa bo'ladi-da. Kechki payt asrdan ketin qarash kerak. 2 mahal yetadi. Yozda ham vaqt cho'zishi ham faqat bir xil ketaversa, yozda masalan ertaroq bo'ladi, bomdod
Aha. O'shani 6da yo'qolsa 6:30da, 5:30da yozda. Kechki payt ham baribir o'zi 5:30 6 bo'lib ketadi-da. Shunaqa kun uzayadi baribir. Asrdan o'zi vaqt qo'yishni eng oson yo'li namozni o'qib bomdoddan ketish. Kechki paytlik asrdan ketin qarasa, biznikida rejim o'sha. Qo'chqorlar xudo xolasa zo'r o'zgarmay 3 oyda sotaman qo'chqorni. 3 oyda sizda 3 oyda tayyor bo'ladimi? 3 oyda sotaman. Eng oldi olib qolgan qo'chqorimni 6 oyda sotdim. Mashqora edi. 6 oy baxtim, 3 milliondan oldim. Yek tishidi, 4 tishi bo'ldi 6 oyda. Aborib sotdim. Aka u 3 oyda qancha daromad qilsa bo'ladi? Men qo'chqorda endi yaxshi baxtsa oldini 8 million 700 mingga da sotdik. 8 million 700 mingga da bo'ladi. Ketini 6 million 50 mingdan sotdik. Tepa-teng nima qilibdi? Yaxshi foyda qildi qo'y. Endi Chiqqan bog'liq janavorlar quruq edi. Meniki zot yo'nalishiga ham tashab qo'yman-da. Nasl olgani ham. Ha, uyimga kelib mashq qo'ying nech pul desa, bizda unchalik emas. Bozorga qarab sotaveramiz. Shular ichida ham hozir bir ko'zimga yaqin bir 5 ta bor urug'liqqa tashlagan. Zotga boqsa bo'laveradi degani. Ha, o chekkadagi tushmashi mumkin. Yonidagi tushadi xolos. Yonidagi ichi og'riqroq. Dumbalari kelishgan. Junni olsangiz yaltillaydi. Mana bular 2 kun bo'ldi-da belki tushganiga. Endi böyle salapanni olmayman-da, buni hammasini junni olaman. Junni bugun vaksina qilsam, ertaga bozordan kelib, abitdan ketib, buni junni oldim. Junni olishda ham harakat qildiraman. Mashinada oldirasiz. Mashinada oldirib tashlayman. Qaychida olgani vaqtim yo'q. Mashina aka ziyon dedi, nima deysiz shuni qanaqa qaraysiz? Yangi tug'ilgan barra bo'ladi, 3 oygadir yetmagan. Ash qo'yga ziyon, qo'qadi. Qo'qsa 1 oy ketadi-da. Ozib ketadi. Bular endi 12 oylik qo'ylar-da bular. Shiyorga kelib qolgan. Ikki tishga yaqinlashgan qo'ylar. Ikkita shishagi ham bor. Mana shu ikkita shishagini ham o'zim olganman. Bu qo'ylar qo'rqmaydi. Olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Suyak yalib qotgan qo'ylar to'g'lidan chiqqan qo'zda olsa bo'laveradi. Mana shunga baridan chiqqan. Olsa 10 kunda qo'ydi juni bir pasda mancha bo'ladi. Ine buni yaptishsa bo'ladi. Salafan olsa bo'laveradi. Bu salapan ziyoni yo'q. Meniki bu shipir yo'llari fonni ochib, kechqurunlikqa ham unaqaligi sovib ketmaydi. Bu meni hozir issiq emasda, mana bu yerdan havo skvoznoy aylanaveradi. Tagi quruq turish uchun ham olman buni. O'zicha kunlar isigandan keyin olsam, tagi o'zi havo bilan issiq. Namlanmaydi o'zi. Namlanmaydi. Aka bularga masalan mana shu 5 ta qo'yib, bitta qo'ra 5 ta qo'y deyapsiz. Silos qancha beriladi? Quruq makka qancha beriladi aka? Hop. Endi desam yangi tashyapsiz. 5 kilo silos tushadi. Bir tushganda 5 ta qo'raga 5 kilo tushadi. Bir tashalganda. Hozir hammasiga o'psha. Yo'q, 5 ta qo'ra, emas 5 ta qo'yga, bitta qo'rasiga, mana bo'lingan o'xiriga 5 ta qo'y soniga qarab 1 kilodanga to'g'ri keladi. Silos tushadi, 300 gram makka kepak aralashgan har bitta qo'yning soniga tushadi. Hozirda o'zidan 300 gramdanmi yo hammasi 300 grammi? 300 gramdan. Har bittasi 300 gramdan. Bu qo'ylar ko'taradi-da. Ammo oldiniga birinchi kun oshqozonga to hasha borguncha yedirmadik. Ketin yedirdik. Endi hozir bundan bari yeyish zo'r. Qo'ydi holatiga qarayman. Oxirida qolmasa men qo'shib boraveraman. 600 gram kadar yeydi. Makka yemimizni ham bir ko'rsatib qo'ying. Tayyor zakat o'tkazib qo'yaman men. Tayyorlangan. Tayyor makka yerni aralashtirib mana. Mashinada bir sapka o'ydan hozirgi qo'raga mana shu bir sapka o'ydan tushyapti mana mashinada. Har bitta qo'raga? Har bitta qo'raga. Sapka o'ydan bersa bo'laveradi. Bir sapka o'ydan hozir yeydi. Bir hafta. Hop. Yine bu 1,5 taga chiqaraman. Ustiga qo'shiladi. Ustiga yesa bo'ldi, qo'shaveradi. Ha, o'ziga yarashiga qarab qilaman-da qo'ylarga. Garmon emas, vitamin. U junini yeb qo'yish, qo'tirlarni yo'qotadi u. Hozir o'sha ukollarni ham qilib ko'rsatib betaman. Xudo xolasa ukollarni ham qilib ko'rsatamiz akalar. Bir vaksina qilish ham odam o'zini qo'lidan keladi-da, qilsa bo'laveradi qo'ylarga. Uka qilish ish emas. Ish emas, buni agar doktor qidirib yuramanmi degan akalarimizga ko'rsatib ketamiz. Layf hack akalar. Xudo xolasa. Bunaqa zo'rlarida olib tashlab qo'yganman. Mana qo'chqorlari. Aka mana shu qo'chqor olishda, masalan, endi siz fonni qo'chqor olasiz, to'g'rimi? Faqat qo'chqor. Nimalarga ahamiyat berish kerak deysiz mana shu qo'chqor boqishda aka? Iloji boricha dumba chiroyli oyoq qo'li yo'g'ondan boqarish kerak-da. Dumbada asosan qo'yni sifatli ko'rsatadigan narsa. Orqa taraf chiroyli bo'lish kerak. Sotmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga so'y yemoqchi bo'lsangiz, go'shtdor bo'ladi, shohdor. Shu dumbasi qiyshig'imi bo'laveradi. So'ygani bo'lsa, yeyman desa, ha.
yo men buni sotaman deysa, o'sha dumbalik chiroyli qo'y bamdan bozorga bo'ladi-da, sifat va tortib ketadi. Sifat vamni tortib ketadi. Kimdir ko'ziga yaxshi ko'rinib qolishi mumkin. Sifat zotga qo'yaman. Uyda ikkita qo'yi bor odam hech va $1000 qo'y qo'shmaydi. Shunaqa. 5-6 millionlik qo'y qo'shadi-da, 4-5 ta qo'y bor edi. Lekin qo'ylarni o'ziga bir holda qarab ekanlar, qanaqa olishdi, men ko'rsalarim bo'laveradi. Qo'y silosga to'ysa faqat yotadi. Qo'y yotish kerak, zo'r semiradi. Qorni to'yish kerak. Qo'yni tepasiga hadib kelavermash kerak. 2 mahal kelasiz, bo'ldi. Mana paqirda suv uzilmash kerak. Obязательно turish kerak. Qishda ham, yozda ham. Bu suv isib ham qolmaydi, muzlab qolsa muzini olib tashlab yana ustiga suv qo'yish kerak. Menikida shu. Nimagaki men yoshligimda, uyda bir 10 yoshligimda qo'yga suv qo'ymay qolganmiz-da. Qo'y chanqoqlikdan o'lgan. Bilmaganmiz-da. Shuning uchun o'sha menga dars bo'lgan, o'sha yoshimdan mana hozir 27 ga kirayotgan bo'lsam, 17 yildan beri masalan qo'y boqsaga uzilmaydi. Obязательно turadi suv. Obязательно turadi. Qishda ham turadi. Mana shu paqirda muzlab qolsa kelaman-da, muzini bunday urib turib pastga tashlayman-da, ustiga qo'yib ketaveraman. Naki xohlagan mahali ichadi. Qo'ymash kerak, mana qo'yimni olib turib, tushirib turdim, uyimga kelgandan keyin u oyog'i qayilib qoldi. Oyog'i buni o'g'irib qoldi. Bu haligi emas, men uni o'zim tuzatib olaman. Qo'rqmay bahsa bo'laveradi, yemini yeyish kerak ama. Yesa mana mash kipah silos mana mash holatga keladi, aylansa. Kipahda bu mana makkalari ichida. Aralashtirib, buni qonni to'ygan sari qo'y sekin o'ziga moslasa yotaveradi. Ichaydi. O'yan shaqar. Mana o qarang, yotib bitadi. Sog'lom, u qo'y mana bag'ida yotib. To'xta qoldi. Bular mana yeb qo'yilgan. Silos menigida asosan silos yeydi. Bu oson usulda baqish silos. Endi nech pulon tushadi desa ekansan bir kunga bitta qo'yga. Nech pul yeydi? Qo'y chiqarmi? Zo'r ketayotgan mahali ham 4000 ga bormaydi bitta qo'y bir kunda. 4000 yesa ham 120 ming bo'ladimi? 120 ming. Bitta qo'y 150 ming bilan yetkazmaydi-da. 100 ming, 120 ming, 130 ming o'ynaveradi qo'y. Bir oyda. Bir oy, har bitta qo'y. Hashagi, yemi. Endi kimdirlar suvni ham sotib olamiz deydi. U bizda endi bu ya osoni o'sha. Yine yem hasha arzoni bizda. Shunaqa. Buni silos bo'lmasa, yem bilan nima deydi, kepak bilan yemni bersa, narx ko'tarilib ketadi-da, to'g'rimi aka? O'ziga haligi bo'ladi. Endi buni kimdirlar chiloq o'lik berib boqadi-da, silos bo'ladi. Men bilmadim effektini, chiloq bor, o'lik berib. Menga hammasidan baxt ko'rganman, hozir mana shu 4 yildan beri silos yeyib qo'ylar, silosda boqaman. Silos o'zgarishi yaxshi. Oldin faqat moshpalar berardim. Bir kishi faqat drabilkada chiqaraverardi, 20 ta qo'ygan. Chiqaraverish kerak. Bu o'sha kuzda bir 4 kun harakat qilamiz. Katta yama ko'latib qo'yamiz, tashib bir 4 mashina, 5 mashina bosib olsak bizga yetadi. Qishdan chiqaveradi, xotirjam. Keyin tayyor qopini hozir beryapti, bilmayman qachon o'tgan yil bir qopini 16 mingdan gado sotib olib yedirdim. Ta o'rib. Men asosan silos beraman. Asosiy yeydigan narsa silos. Silos. Mana menda xillat, mana 4 tasi. Rangi ham o'sadi. Zo'rta, bu simjin. O'zim olganman. Bu 6 ta edi buni soni. Aydan olayotgandim. Ikkita pasi bor edi. Pasini olib borib bugun bozorda sotib keldim. Bozor sotib yaxshi. Zo'rini faqat tashlab qo'ydim. Mana ular ham 4 tasi bir savdo bo'lgan mana. Qulog'ida ham, dirkalari ham bir xil. Julli bu yo'g'on qo'ylar. Bular ertaga jundan chiqqandan keyin olib bo'lsan juda o'zgaradi-da. Molani bitta qilay olganman. Mana zot havola qolganman. Qulog'ini qarang, shalpan qulog'i. Jallobotni bozordan olganman. Qirg'iziston Jallobotdan kelgan. Mana quloq kattasi. Buni ikkovini jup olganman. Yana bir xilda. Mana. Lekin bir-biriga urmas ekan aka, suzib, chiqishtirmay. Unaqa emas. Moslashib olsa 4 kunda umuman suzishmay qoldi. Qo'y qachon suzishadi? Och yotsa suzishadi. Mash qo'ylar ham endi nargi sheriklari bor edi. Qaraydigan mahalning keladi, masalan, asrdan ketin. Disha bee'tibor qolsa, ali bir-birini patillab, oshib suzishga harakat qiladi. Bir-birini urishga harakat. Hozir o'shaning uchun menda qarayman. O'sha mahalga yetdimiz, asrda o'qib yurib kelib qarashga boshlaymiz. Tayyor qilib qo'yaman, silosni ham mana qo'yib qo'yaman. Yem tag'aradan qilib qo'yaman. Silos metod bor ekan. Tayyor qopdagi qo'yib qo'yaman, yamaga tushib turilmaydi. Keling. Qancha vaqt ketadi aka mana shu qo'yga qarashga qiziq. 15 minutda qarab ketaman, 20 ta qo'yga. 15 minut. Agar silos yemda u vaqtda olib kelsam, tayyor bo'lsa 5 minut vaqtim ketadi. Shuni solaman.
Bo'ldi. Shuni kepani yemini shuni aralashtirib qo'ygan bo'ldi. Suvni vaqtim bo'lganda to'ldirib qo'yaman. Abdi Kamayib qolganda. Ha, mana hozir mashina kecha to'ldirganman. Hozircha qolib. Hozir yana mashina ustiga yo'qolsa, faqat chachib berib turib, yana to'ldirib qo'ysa, turaveradi. Ko'nglingiz to'q turadi, basa. Nima qo'ya qarash ishmasa ekan? Qo'y qarash ishmas. Asosan mashina boshida bunaqa lichinani qilish kerak. Qo'y bahayotgan odamni uyida bu dorini reklamasi. Mana dorilar bo'lsa-ku. Bu har xildan bor. Uyimizga umuman kasallik kirmaydi. Ha, biz mana chaqa chiqsa og'ziga. Buni hamma biladi, albin berish kerak buni. Olgandan keyin 2 marta berish kerak. Olishga sразу berish kerakmi aka? Ha, 3 kundan keyin berish kerak. Mana bu ertaman beraman. Bugun 3-kun bo'ladi-da. Bugun hozir vaksina qilamiz. Buni ertaman beramiz. Ertalab beriladi. 10 grammdan bitta qo'yga. Yoshmi, kattami, qizig'i yo'q, beraverasiz. 10 grammdan. Ha, mana yo'taldik uka. Nima buni? Buni oksitresil degan dori. 30 ming so'm. 5 grammdan 3 kunda bir qilasiz. Yo'talsa. Ha, mana shu tuyoq chirish, oyoqdagi Limax X. Mo uyda kach-kachi bo'xt ichida vahiyatganlar agar qo'y sal axsasa, qo'y oziydi-da uka. Shundan qilish kerak. Bunga mana tetramak qo'shib qilinadi. Bundan 5 gram, bundan 5 gram. Aralashtiribmi aka? Bu go'shtga qilinadi. Yo'q. Bu teri ostiga qilinadi. Bu vitamin. Mana shu qo'yni yungini yeb qo'yish, qo'tir tuzalmasa, hammasiga dori bo'ladi. Ash qo'yimizni ko'rsating, ash qo'y bozorda qo'ydi, astatga qo'y qolib ketgan. Qo'tir bor. Qo'tir bor ekan. Ash qo'yga qo'tiri tuzalib, tushyapti. 10 kun, 15 kundan bir 2 marta lechina qilib bo'ldi. Qo'y tuzaldi. Qo'tir ham qo'rqinchli emas. Yo'q, mana shu qo'ylar qo'shaverasiz. Qo'y yuqmaydi. Bunga ham shuni ukolni qilasiz, u ta'sir qilmaydi. O'tmaydi. Mana ivermagi, mana shuni qilish kerak. Bu 25 mingga ham bor. Uyerdi. Buni 60 mingligi ham bor. Buni qilish kerak. Uyermak ye. 2,5 grammdan hamma qo'yga ketaveradi. 30 kiloga yozgani o'zi buni 2,5 grammdan 35 kilolikka ham 65 kilolikka ham mash ketaveradi. Chali bo'lsa 3 gram. Buni aslida ikkisi qo'y yaxshi yemay qoldi-yu. Mashinani ichirish kerak. 200 gram suvga 5 gram bundan qo'shib chemelitsa beradi 4000 so'mga. Bu ichiradi buni aka. Buni ichirsa, oshqozonni yuvaradi-da bu. Tozalaydi. Ha, buni aslida 3i sassiq dori. Bu aslida 3. Bu ham tuyoq chiriganda, mana shu ukoldan ketin oyog'i quyib qo'yiladi. Hech nima ravakelar, lekin foydasi zo'r shuni. Ha, hidi sassiq, lekin qilish kerak. Bir kun qo'yib keldim, dehqonni qo'y 20 ta, hammasini oyog'i og'rib qolgan. Mana shu dorilar ash 20 taga kelgandi, mana shuni davoladim. Mana hozir bular qolganini bularga qilaman. Yetganiga, yetmagani yugurib borib, pastdan kelamiz. Yetartikada bor hammasi. Ba'zilar aka, hali qo'y bir kunda 2 marta yutalsa ham sразу qo'y kasallagan deydi. Biznikida bitta qo'y bor, nari qo'radir. 15 kundan beri yo'taladi. Umuman dori qilsang ham tuzalmayapti. U tuzalmaydi, ammo yeb ichari zo'r. Unga hali kerak yo'q. Yesa o'zgaradi. O'sha ablar tez ukollar qilishni o'rgatadi. Ukollarda sразу akalar o'sha o'zida o'rgatib ketamiz. Dorilarni holatini bunday nomlarini ko'rganlarda akalar. Bu hammani o'zini qo'lidan kelaveradi. 5 grammdan 2 grammdan hamma qo'lidan kelib qilaveradi. Doktorda nimasi cho'ntaga qoladi? Ha, cho'ntaga qoladi. Buni ham hozir 50 ming, 60 mingga qildirish kerak. Buni ichida yurgan odam o'zi qilaveradi-da. Bu oson, mana shu teri ostiga vitamin mana tetramak ye 5 grammdan mana shu quymuchiga, yelkasiga shuni tortib turib mana. Mana teridan o'tdi. Mana. Bo'ldi bu. Endi hozir ivermak qilamiz ba'zida. Mana ivermak ye. Ye vitamin. Kuchli bu dori, ancha kuchli. 2 gram, 2,5 gram qilaverasiz qo'ydi vazniga qarab. Bu 2 gram qo'ydi holatiga qarab. Iloji boricha 3 gramga da, undan 2 gramdan kamayib ham ketmas kerak, ko'payib ham ketmas kerak. Bu qo'tirdi, hamma yoqni yo'q qiladi-da bu. Zo'r semirtiradi qo'y. O'zgarish yaxshi bo'ladi. Mana shu qo'ylar xudo xolasa qurg'onliqda yetkazmay sotaveramiz, xudo xolasa. Endi ish qo'vazi keladi-da, 10 tasini bedan bag'ini berib, hamma yo'g'ini qilib qo'yishdan desa sotaveraman-da men. Hamma yo'g'ini rasxotini aytaman uka. Unchadan foyda berasiz desam, bo'ldi deb oladigan odam bor-da. Agar aka, men ham so'ray, agar qiziqqanlar bo'lsa-da, olaman deganlar sotaverasizmi qo'ylarni? Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu 12 tasi bir savdo bo'lgan. 12 tasini bitta haligi bu 20 ta kelgan.
Ona al 20 metreden öne akta tanlab oldim yirigini. Baqqan o'zingiz. Baqqani o'zimga. Hali qisa kelishsak, beraveram. Menga bu uka 34 dan tushdi. Ochig'ini aytib ketaveram. Qanday aytib turasiz? Ha, 3 million 400 mingdan tushdi hozir. Aha. Bular tish yorishga kelib qolgan o'sha. Tish yorishga kelib qolgan. Nima bo'lsa kelishsa beraveraman aka. Foydasini berishsa, Foydasini berishsa, soatni chiqarib dastlab terasiga kelib ko'rishsa aka. aha. Kelib bilishadi. Yine ayak qo'li yo'g'on qo'y olaman aka. Birotta shoqi bor. O'ni shoqi bor deb dumbasi. Chiroyli qo'y. Sifati yaxshi ekan mana shu. Agar akalar ish qog'ozi bo'lsa, narxlarni ham aytib ketyaptilar mana. 3 million 400 dan tushgan. Foyda bersalaring, agar kelishib olsak, sotaveraman deyapti. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Xotirjam mana qo'ydi mash iloji boricha mana shunday qilib vaksinani o'zlari ham qilishsa, mana o'rganib olishadi. Mana buni ertaga junni oldirib tashlayman aka, inninga. Ertagani ham ko'raman-da, havoga qarab. Ertaman sovuq bo'ldi-ku. Bu qo'y issiqda zo'r semiradi. Yotsa qo'y. Bu issiqlikda semizlikni qo'y ko'taradi deydi. Buni bilgan biladi. O issiq ketyapti, buni junni olib qo'yish kerak deydi. Qo'y ikkita sovqatib 2 marta qaltirasa bo'ldi. Qo'y orqaga 2 kilo ketdi degan. o'ziga kelmaydi uncha-muncha. Buni ham anchadan beri qilaverib, vaksina qilib ko'raverib, bu bitta yo'talsa bu qo'y. Mana shu junni oldirgandan keyin o'pkaga o'tib ketsa qo'y bir oyga da semirmaydi aka. Yo'q. Ha, iloji boricha oldirayotgan odam bunday jayi issiq bo'lsa olsa yaxshi. Holatga qarab. Holat qarab. Bicha shashilmas kerak-da, hali fevralda. Ertaga mart bo'lsin, 8-martdan ketin. Yana xotirjam bo'lay, buni ham 8-martdan ketin olaman aka. Salafan yerga ekin ekadi-yu. Aha. Ashi mahalga iloji boricha qo'ygunini shashilmas kerak. U shuncha qilmaydi bir qarz, yozda issiq emas baribir mana. Qo'y po'killab qolyapti deydi. Ononni ko'rgan odam hozir ashini po'killayapti o'ylaydi. U po'killash emas-da, u yotibdi nargis. Ko'p qo'y. Ana ashin u po'killamaydi-da qo'y. Hech narsa qilmaydi. Qarang mana qonni to'ydi to'palanib yotibdi qo'y maza qiladi. Qo'y qancha ko'p yotsa zo'r semiradi. Dam olish kerak qo'y. Ko'p yeb yotish kerak. Tagi ko'ryapsiz, quruq turadi mana issiqda. Mana haqida qap-quruq ekan. Quruq ekan. Mashina qilib qo'shqarni baqish kerak. Sog'liq ham o'zini hobbisi bor. Endi biz qo'shqarni hobbisi. Janavar semirsa uka oldi 8 million, 9 millionga uraverasiz-da, yaxshi sotaverasiz. Baxshiga qarab. Sog'liqda endi to'g'ri, tez semiradi, yaxshi, sog'liq ham zo'r. Sog'liqda eng zo'r semirtasangiz 50 kilo go'sht qilsa 5 million-da. Qo'shqar janavar ko'rdikda 93 kiloga da kelgan qo'shqarlar. Yo'q, ha. O'shaning uchun qo'shqarga qiziqamiz xolos. Bozorda ham hamma aytadi, Bishkekdan yo'qsa Jalloboddan menga qo'sh sovliq olib bering deydi. Olib ham berdik. Mashina qora sovliqlarni olib berdik, 4 million 500 mingdan Samarqandga berdik. Sizni kanalingizga qo'ydik-ku. O'zimiz ham qo'ydik. Ha. Aytsa, uni ham o'zi bir kishiga olib kelgandik. Hop. Olib kelganimizdan keyin pulimni yetmay qoldi. U bo'ldi, gap bo'ldi. Bizga ana shu naqqa ish qilamiz u. Shuni sizni kanalingizga qo'yib sotib berdik, abboslar. Qo'ylar sotib borildi, endi xolasi. Mana bular ana shu ikkitasi bor. Ikkitasi bor bu yerda. Zot yo'nalishiga atashab qo'yganman. Bular junni agregat qilib, chiroyli qilib. Bozorda qo'ylari ham bor. Uni ham bir alay qilaveramiz. Ishqibozlar bo'lsa, bozorda qo'ylari ham bor. 5-6 ta qoldi bugun bozordan. Sotaverasiz aka. Ha, buning ulug' boblari bor. U nariga qo'ramda. Bu o'zimning uyim-da. Baquda qo'ylar, qorada qo'ylar boshqa. Kechasi ham kelib, tomosha qilaman. O'zim hobbiyman. Yemini tashab qolman. Yemay bo'lgan bo'lsa ham yeysiz ekan deb tashab, kartillatib makkan quruq yesa. Menga hamma pishirib bermaysanmi deydi. Yo'q, pishirib berishdan menga mana bu zo'r. Lekin birinchi marta quruq eshtyapman sizdan, men quruq beraman deganda. Makka kepak bor-ku. Shunday tashlasangiz qo'y, kitir qilib yeydi. Maza qilasizda. Birpasda tez ko'zga ko'rinadi-da. U aytish mumkin, qassobga ishlayib berasan. Yo'q. Qo'y bor-ku, o'zi bilinadi-da, dumbadan boshlaydi-da tez. Dumba chiqib, qo'yga sifat kiradi. Mana juni yaltda aytadi. Agar imkon bo'lsa, beda ham berishsa, bizda beda qimmat-ku. Bizda qimmat. Beda bo'lsa, qo'yni zo'r yaltiratadi-da beda. Beda kuchli ham. Mana shunga 2 mahal silosqa jichcha bo'lsa ham o'zi beda qo'shib berish kerak. Endi biz bozorda qo'ylarni qonini chiqarish uchun beda beramiz-da.
Bu beganaydan boshqa yerdan kelgan qo'y qirg'izni qo'yini qonni kamida 3 kunda chiqadi. Biz uni 3 kunga da ushlamaymiz u. Bir kunda shuni qonni keldim, qonni chiqishi kerak. Bedani bosamiz o'zini. Yo'qsa samarlashtirib kepakni ham beramiz. Qachon bozorga ketayotganda to'ydirib ketsangiz, bozorda o'ynab turadi qo'y. Och borsa ko'rinmaydi qo'y. Mana bu yerda qanaqa turibdi qo'ylar, qarang kallasini ko'tarib turibdi. To'xta qo'ylar hamma yeri. Bozorda ham shunaqa tursa sog'lom deydi-da. Shunaqa. Lekin Qo'y kallarini yegib tursa charchov ekan, olmaydi-da. holatiga qarab, haqiqatan qarab baqirish kerak bo'lsa. mana akalar qo'ylarimiz lekin xudo xolasa lekin maslahatlar zo'r bo'ldiki, eshitmagan gaplarimiz anchasini eshitdik. Xudo xolasa Ishqibozlar bo'lsa telefon qilishsa 10 to'rtta xillab ham tashlab ham to'plab ham beraveraman. o'zingiz agar so'rasa shunaqa hozir yana yo'l bekildi. yana epildimi xiris? Ha. Bir haftaga bitta 1-martdan ochadi. Hop. Xolasa. Dokumentlar qilyapti, sherik bor edi. Shu qo'ylar ham ayda birovning uyida turmagan, sherikning uyida turgan. O'zim borib 2 marta ko'rib, oxir safar o'tganimda mashina metkani o'zim qo'yib o'tdim-da, bu yerdan palovoy kraska olib. Olib borib, kraskalab yemigada ko'rib arpa berdi-da, 20 kun arpa, beda qilib, ayda hasha qirqanaligi yo'q, bitta pirstimda chachganda mana ustidan chachaverdi. O'n qo'ydi junni qarang, sim junta mana tagi. Tagidan chiqadi. O, buni hali ko'rasiz. Agdiga to'g'anda yana bir qilib ko'rsatib Ash qo'yamiz. ayratgan video qilamiz, xudo xolasa. Holat chiqadigan Qo'ylar holat. zo'r chiqadi-da. Xudo xolasa aka. Qo'ylar aydiki, zoti borini olsangiz mamnun bo'lardi. Qo'yda holat yaxshi bo'lsa, yaxshi qo'y olish kerak. Olishga e'tibor berish kerak. Odamlar yengilroq oladi, to'g'ri. Hammasini o'zini hobbisi bor-da. Barrani ham hobbisi bor, barra baqqan ham maza qiladi. So'liqqa baqqan ham, sog'liq baqqan ham, ikiza baqqan ham-da. shunaqa. Hammasi ham bu qo'y zo'r, baraka. Baqish kerak uka. Qo'yni olish kerak. Qo'y olish kerak. Nimaga? Odamlar dakan ham baqatda. Tovuqni ham baqadi, ham baqatda hobbisi. Ilgari biz ham baqqanmiz, hobbi bo'ldi. Tovuq, it, hamma yoq qiziqamiz. Endi hozir bitta o'sha qiziqish faqat shu janavorlarda-da. Qo'yda baraka bor, baraka. Uka 20 ta qo'yim 3 oy yemlasangiz 30 ta bo'ladi-da bu. 3 oyda. Ha, boshqa yerda ishlayotgan akalarimiz masalan. Odamlar uyga ishga boradi, ofisda bir yerda ishlaydi-yu. Ertaman soat 8 da ketib 5 da keladigan odamlar ishda bu ish. Ertaman ketishdan oldin jichi danga solmay turish kerak-da, bet yuvib qarab. Ishdan kelib ham bet yuvib ishlarni qilib qarash kerak qo'ydi. Qarasa Bo'ldi, ekma. Bo'ldi. U ekma hal kelib endi kimdirlar kelib qo'ranimdan qorong'i yerga qo'yib, haligi qilib olishi mumkin-da uka. Qo'y qorong'i yerda ham uncha semirmaydi-da. Qorong quyosh ko'rish kerak. Quyosh ko'rish kerak. O'shaning uchun qorong'i yerda baqadigan odam обязательно monovitaminni har 10 kunda qilib yurish kerak. Mana shu tiraman. Men qorong'i yerda ham baqaman-da. Oldin jey bunaqa bo'lmagan, bu jey aytay bayda daraxt edi, bog' edi. Bog'da kesib tashlab, baydagi qirg'og'idagilar. 1,5 yil bo'ldi mana shu yerda bitganiga. Birinchi 30 ta qo'shqar baxtim. 24 ta beyga sig'di, 6 ta anaqa sig'di. Beyga 6 tadan qamadim to'g'rilaydi. 6 tadan qamadimcha torga o'xshab qoldi. 4 tadan, keyingi partiyani 4 tadan qamadim. Undan keyin. O'shandan keyin 4 ta baqirdim. Norma. Zo'rda, mana mononi o'ylash mumkin. Eshigi yo'q u deydi. Mono abzal splashni ko'chadagan qo'yaman mana sim bilan beylab. Qo'chqarga eshik kerak emas. Bir sapcha o'tib qachonki tayyor bo'lganda olish ish emas. Mana simni bo'shatasiz. Simda bular. Oddiy yog'och mana shu 6 tut terakni kesib, mana shuni tildirib mana qilib bitirilgan. Agar iloji bo'lsa simulyatorlar qo'yib o'ta arzon bitgan-da bu qo'ra. Qancha tushgan mana shu? $100 bitgan mana shu taraf. Yo'g'i? Menga shiprim bor edi o'zi. Mana shu straplab kelganman. Bundaqa stoyka olib kelganman. Bo'ldi, qolganini o'zim teraklarni kesib tutun qilib $100 bitgan. $100 bitirib qo'ydim. O'zim qurganmiz. Oson-da buni qurish. Qora qurish oson. Qora qurish ish emas. Jey bo'lsa bo'ldi. Men jeyni bir kunda tekislaganmiz. Shiralib, men oddiy. Ammo tayyorlab bir haftada bir marta bo'lsa ham shipirib suv sepib turish kerak. Qo'yam. Tozalab turish kerak. Ha, burga ko'p keladi-da, yo'qsa bizniki aynan asosan savdogarimiz u. Shuning uchun biz beyda обязательно bir oyda bir burga dori ham uraman-da menga. Baqayotgan qo'yimga kemash kerak. Men kelaman, eski stuvashim bilan ham bozordan kelgan stuvashim bilan ham kelib bir marta ko'rib ketaman-da, qo'ydi bir kunda bir marta bo'lsa. Qo'ran holatlarni qo'ydi masni ko'rib aka. Ha, bu o'zim bir kunda bir ko'zim bilan ko'rmasam
kechqurun kelib bo'lsa ham ko'raman. Masalan, uzoq yurtga ketamiz, Qirg'izga yo'qsa boshqa yerlarga dastlabkiga ketsam ham обязательно qo'yimni kelib bir kun ko'raman. Kechasi kelib bo'lsa ham ko'ngil xotirjam bo'ladi. Keyin kirib ketib uxlayman. Ha, mana joydami, mana yaxshimi, настроенияsi deb sekin. Ko'rib, mehr bor-a? Mehr bormi? Mehr bersangiz bu janavar foyda qiladi. Shuni orqasidan tirikchilik shu bo'lgandan keyin mehrni berish kerak. Iloji boricha baqish kerak. Puli bor odam, ish qilaman degan odam Rossiyaga boryapmi? Rossiyaga ham borganmiz. O'zingiz ham borgansiz aka? Necha ishlagansiz? Borganman men. 7 yil ishlab kelganman. Siz Ha, 7 yil ishlab kelganman. 7 yil ichida o'zi mash ish qilaveraylik degan pul qilib kelganmiz-da, xudoga shukr. Birinchi bunaqa haligi bo'lmagan. Qo'yda yurganimizda ham ammo qo'y baqinladi, uyga qo'y jo'nal, qo'yni ongladim. Kelganimda ham men kelsam 6 ta qo'yim bor edi. Shu 6 ta qo'ydan boshlaganman yana. Nechta bo'lib ketgan aka 6 ta qo'ydan? Hozir bu baqayotganim bir 25 ta 30 ta baqaman. Hop. Bozorga ham bir 20 ta aylantirib turaman, xudoga shukr. 50-60 bosh bo'lgan. 50-60 bosh qo'y. 6 ta qo'y 60 ta bo'ldi. 60 ta bo'ldi degan so'z. 6 ta zo'r qo'yim bor edi, yemlab. Uni ham mana zotga sotganman. Endi bag'i sekin bunaqa hammasidan bor-ku, menda go'sht yo'nalishi ham, zot yo'nalishi ham. Go'shtga ham, zotga ham. Kelasiga aytiradigan ham bor. Bor uka. Mana aka, xotirjam, xudo xolasa anchalarga ma'lumotlardan anchasini oldik. Qo'shqarga qiziqinglar deyman obunachilarga. So'lqdan ko'ra. Sog'liqqa ham, qo'shqar ham yaxshi narsa-da. Qo'shqar haqiqatan aka yaxshi foyda qiladi. O'zimiz ham qo'shirib boqamiz. Ko'ryapsizmi, mana to'yda yotadi qo'ylar mana. Haligi hozir biz kirganimizda o'zi yotadi, bir turg'izdik qolib. Bu qo'ylar qancha mana to'yib yesa, mana janavar asr mahalga hali 1-2 soat bormi, yana turib buni bitta qo'ymay yeb bor. Top-toza bo'ladi. Top-toza bo'ladi. Mana bu qo'y janavarni qarang, juda xo'ray ekan bu. Mana kelaver ekan. U xo'rda ham mana uni g'ajiydi. Joy kuyib qolsa, mana shuni g'ajiydi qo'ydi. Mana shuni tagini g'ajiydi. Silos yegan qo'yda обязательно bizda hozir mana ikki qo'radi. 3 ta oxirda tuzi tugab qolib, bitta tuz turish kerak. Mana bunaqa tuzni, oddiy tuz. Mana katta edi, mana shu qoldi. Uni yalab-yalab mana shu yalayveradi. Yalashni qarab tur. Siraz ana, ko'ryapsizmi? Qo'y yeydi-da tuzni. Silos bergandan keyin обязательно tuz berish kerak. Tuz bo'lish kerak unda. Shukiga to'planib qoladi deydigan odam ham bo'ladi. U ham ko'p yesa to'planadi. Mana uni uncha taligisi yo'q. Mana shu bitta tugagandan keyin bir haftadan keyin tashab qolman-da. Mana qo'ralar tashasam yeb bo'lsa, yana bir hafta o'tkazib tashlayman. Unaqa menda haligida unaqa halik bo'lmagan. Buni minus tomonini ko'rmagansiz? Yo'q, minus tomonini ko'rmaganman, lekin plus tomoni qo'ydi ishlar ham zo'r ochadi. Ishtasini ochib, yedirish kerak. Yedirishda yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi aka. Yediraverish kerak. Qo'chqarga qiziqinglar. Zot yo'nalishida ham zo'rlari bor. Bu bir qo'yib turamiz, zot yo'nalish. Telefon qilishadi-da, bormi deydi. Zot yo'nalishiga hozir ham nariga qo'ramga 6 ta olib keldim-da, tashab qo'yganman Qirg'izistondagi. U Bishkekniki u. Ochilgan kuni 2 kun bo'ldi. O'shanda bir kishidan oldim, ashida shaydan turib, videosini ko'rib, zot yo'nalishiga deb. Oldim shu qo'ylarni jo'natib berdim. Turib, ular ham charchab chiqib, qonni chiqib qoldi. Hali bozor haligisi yo'q. Uni ham sotaveramiz. Agar akalar ish qilsanglar, kelinglar, ko'ringlar. Yoqqanini tanlab olaverasizlar. Oson usulda yem qo'shqarda quruqda baqsa, oson usuli, quruq berish kerak. Quruq bersiz. Imkon bo'lsa, endi kimdirlar aytadi, makka arpa pishirib bering, bug'doyni pishirib bering deydi. Menda unaqa haligi yo'q. Imkon yo'q. Imkon vaqti yo'q. Endi uni tepasiga turib bug'doy qaynatgani, makka qaynatgani vaqtimiz yo'q. Buni esa o'sha eng oson usuli shuni bir qop kepakka bir qop makkani shuni aralashtirib turib, o'sha bachakka to'gaman, bo'ldi. Berib turish kerak. Faqat berilaveradi. Men o'zim boshqa yerga kelsam ham uydagilarga aytaman, qarab qo'yadi. Va alaykum ay, tepasiga kelib, men doktor boshlab kelib yurmayman. O'zim vaksinani qilib, o'zimni vaqtim bo'lsa, ertaman albin berib bozorga ketaman. To'rda tursam bozorga 10 minutda albinni berib qo'yib ketaveraman. Akalar, xudo xolasa. Erta tursangiz, erta qarasangiz, yaxshilab qo'yam, ertaroq turadi ba'mni. Qo'y uxlamaydi aka. Yo'q, bomdoddan keyin qarash kerak. Обязательно qo'y oxirga termilib qoladi-da. Och turmaydi shu. Aka, sizga katta rahmat. Anchalarga ma'lumotlarni oldi aka. Juda ham bir chiroyli video bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa bir kishiga manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. Akalar, nima deymiz? Qo'y boqinglar, chorvasini kuchaytiringlar, xudo xolasa. Qo'yda baraka bor. Sog' va salomat bo'ling. Bittadan agar videomiz foydali deb hisoblasangiz, like bosib qo'yishni akalar esdan chiqarmaymiz.